Sardor. Aliyev. Aliyev! 4-chi gol va eng chiroylisi balki. Dahshat. Dahshat. Ikkita futbolchi tayyorladi to'pni. Orqada sekingina keldi. Uy vazifasi. Qoyirbek. Bu tayyorlangan. Yaxshi. Sodiqov. O'tdi Sodiqov. Sayfiddin. To'p jarima maydonchasi ichida. Gol! Gol! Aliyevmi? Aliyev. Aliyev 5-chi gol. Qoyil. To'purar. U17 Osiyo Kubogida. Beli bilan o'qidi. Tizzasi bilan shekilli. Yo'q, shu tizza bilan bel zonasi qarab qo'ydi, oldinga qarab ochildi. Shukurullayev qochdi ta'qibdan, kiryapti. Pauza. Ichkariga pas Aliyev 1-1. Penalti. Albatta. Toza fint bilan aldab o'tgan edi Aliyev, o'zi tepasa kerak. 6-golini urib, hat-trick qayd. Sodiqov zarba yo'llamoqda. 3-0. Urdi. Lekin darvozabon ham topdi, kech qoldi. Aliyev allaqachon shu ham test. Zarba yo'llandi va rikoshet bo'ldi-da. Rikoshetcha bo'ldi-da. Muhammad Buti. Endi zarba ham yaxshi bo'lganini tan olish kerak. Chiroyli, aniq chiqdi.